Beliniz ağrı otamdı, boynunuz talamdı, tizingizden qarası quruş avaz chiqamdi. Agar shunda avval bo'lsa, men tuvanda bir qancha rasmda paydalanib ko'ran qarindishim. Bo'lsa yurak berib saqlab bilib boshqalarga taqib paydalanib qolsin, haqiqiy unumini ko'rsatdi. Bundan boshqa inkas rayoniga chiroyli gulrangmi yoki birini yo'llab 8 yo'llab nima yo'llab qo'ysam, bir narsa yo'llab qo'ygan bo'lsam. Tasodifan shu bo'yindan qarasi quruq ovoz chiqadigan avval bo'lib qolsa, buningga eng foyda qildigini odatda yog'och yostiq deymiz, yog'och yostiq bo'lmasimi, hattoki uning kesmisi to'g'ri, kesmisi degan mandaligi to'g'risi bunda metrsak 80 deymizmi? Pijopurlikisdek o's bo'ldi. Pijopurlikisi olsun bo'ladi. Pijopurlikisini bir nima yo'gab longyoqmi yoki o'zini bevas qo'ysak bo'ladi. Bir yostiqning tubiga ajna har kunisi bir 2 qatim yo 3 qatim 40 minutdan beşimiz qo'yib yetib olsak, shunda yaxshi manfaat qiladi. Agar bel umurtqarligini ko'mirchak o'sib olgan bo'lsa, yoki o'ng putni bosadi, yoki so'l putni bosadi, oqsab ma'nigan ish bo'ladi endi. Jipta atqandek og'riydigan bir ish bo'ladi. Bo'lganda eng oddiy usul kavovichin bilan tuz, osh tuzi qozonga biz tomoq yesak soladigan. Ikkisini muvofiq miqdorda 200 gramdan edishtirib quruq qozonni qo'rib ashini xaltaga ilib o'sha issiq o'tkazib bersak va yoki pishqish tepib pishqishda issiq o'tkazib bersak. Endi ko'ntamning chammasi deydi, ko'ntamni yo'q hozir. Ko'ntamning chammasining o'rniga pishqish qoldi endi. Yoki bo'lmaydi, ham yezalarda burun shu tuzlarimiz vatga agar bo'lib qolsa, shuni bizrakini qizitib, ashuni bir narsaga yo'gib, ashuni issiq o'tkazib bersakmi, nihoyat yaxshi unumini ko'rsatadi. Demak, nerv tomirini bosdi degan gap endi bel aldı bilan bel chim bo'lib ketadi. Ma'lum bir narsa, bir narsa ko'tarib sedish yoki istik o'rnidan bir narsaga o'zimiz dansmayli shapqat o'rnimizdan turish sababli chim bo'lib ketadi. Shu chim bo'lib ketgan yerda sariq suv paydo bo'ladi. Azroq daz ketgan shu sariq suv aslida turish bir mezgil turish turgandan keyin yerda sariq suv andan ko'michak aylanib ketishi mumkin. Bu ko'michak endi o poltiyib chiqib, ishak poltiyib chiqmaydi. O bir jingnidak o'sadi, lekin o nerv tomirlar uningdan nechasi inchga kichik bo'ladi. Shu nerv tomirlarni bosgandan keyin og'riydi ondan. Shu issiq o'tkazib bersak bo'ladi, o'shaga damal. Ammo uvlutish tez yaxshi bir ish emas, qarindoshlar. Uvlatsak bo'ladi, rahat bo'ladi, u saqaymaydi. Jingni sanjisak bo'ladi, nerv tomirlar uxlab qolgan bo'lsa deymiz, lekin jingni sanjish, uvlash bilan uya saqaymaydi, lekin vaqtliq aram beradi. Tizga suv tushibdi, suv qolmabdi deydigan bir gaplar bor. Amal bo'lsa, qaysi jihatdan bo'lmasin, operatsiya qilishni eng oxiri tanlash qilish kerak. Endi fan texnikaning taraqqiy qilishiga erishib, nurg'un yaxshi usullar, dori-darmeklar meydonga kelyotdi. Shu mening tavsiyalarim. Amal bo'lsa, operatsiyani eng oxiri tanlash qilish kerak. Gay qarindoshlar operatsiya qildim, 1 yil, 2 yil o'rnimdan qopolmadim. Doktorxonaga saqlagan o bu deydigan gaplarni anglab turibmiz, balki siz ham anlaysizlar. Shunga shu operatsiya qilgan odamlardan so'rab, qanday bo'ldi u bu deb amal bo'lsa, shu vaqt qilsam bo'ladi. Bu mustasadibi endi Güheriyeti desaydı, tonumsan nimpay deydigan bir gap bor. Bizda shu ilik gör deydigan asl bir maqsadimiz bor. Shuni iste'mol qilsangiz balkim zimat va bilan tanıdigan, zimatni o'zingni qila olsa, yana bir odamning lozim yo'q. Ikkisini birlashtirib, ishtashidan haliqi ilik görni iste'mol qilish, yeyish orqali tabletka. Ondan zimatni tishni tanish orqali balkim o mesele hal bo'lib ketishi mumkin. Nurg'un qarindoshlar rahmat keladi bizga. Tasodif lozim bo'lsa, menga aloqalasang bo'ldi yoki vakolatchi bo'lsang bo'ladi, sizni yo'q qaratmaydi. Men Xo'ja Abdullah, undidarim 18 09 77 66 170. Tasodifmi shu Qashqar shahridagi qarindosh bo'lsanglar, Chinova mazhab qarindishimiz va telefon nomeri 133 69 98 81 27. Qashqar Yangisar nayisida 132 79 73 22 12. Ondan başqa Qashqar Makit nayisida 131 50 29 51 35. Shu qarindoshlarga aloqa qilsangiz bo'ladi.